Bilasizmi, genetika deganda hamma shunaqa deb o'ylaydi-da, nasliy deb o'ylaydi. Epilepsiya kelib chiqishiga qarab, turlariga qarab davolanish mumkin. Masalan, bolalarda metabolik epilepsiyalar bor, genetik epilepsiyalar, struktura epilepsiyalar bo'lishi mumkin. Yo'q, har bitta epilepsiyasi bo'lgan odam, bolalar yoki kattalar doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Nazoratda bo'lganda bularda dorining dozasi bolaning vesiga qarab o'zgaradi. Shuning uchun balog'at yoshidagi bolalar ves olishi mumkin yoki ozishi mumkin. O'shaning uchun ham ular обязательно nazoratda bo'lishi kerak. Genetik sabablarga bo'lgan epilepsiyani genetika jo'natiladi. Ular genetik tomondan qaysi turda o'zgarish bo'layotgani aniqlanadi, qaysi genlarda o'zgarish bo'layotgani, mana shu genlarda o'zgarish bo'layotganiga qarab targetni terapiyalar ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu shu tayyor, mana shu gendagi buzilishlarda mana bu dori yaxshi ishlaydi deb ishlab chiqilgan. Bilasizmi, genetika deganda hamma shunaqa deb o'ylaydi-da, nasliy deb o'ylaydi. Bizda shunaqa bemorlar bor. Masalan, ota-onasida umuman epilepsiya bo'lmagan, umuman xurujilik bo'lmagan. Biz genetika jo'natganimizda o'tda o'zgarishlar chiqsa, masalan, genli o'zgarishlar chiqsa, aytishadi, qayerdan kelib qoldi bu? Masalan, bizda hech kim bo'lmagan-ku deb aytishadi. Mutatsiya degan narsa bor. Bizani yeyotgan ovqatimizni, havoyimizni, har xil noto'g'ri iste'mol qilayotgan energetiklarimiz, moddalarimizni, даже uyqumizning buzilishi ham genetikaga ta'sir qiladi. O'zgartirib tashlab mutatsiyaga olib keladi-da, mutatsiyaga olib kelgani uchun ham yangi genlar kelib chiqaradi.